Ya ko'zingni ulayib o'lgunlar, nima bo'lyapti? Ha? Ambulatoriyaga admin qilaman, nima bo'lyapti? Qo'yaqlar, nima baqiryapsanlar? Assalomu alaykum jigarlar. Assalomu alaykum rais buva. Biz Hindistonga ketyapmiz rais buva. Bizni Hindistonda ham muxlislarimiz ko'p ekan. Endi Bombay ligada jang olib boramiz. Yo, Bombayga borasanmi, Qotortolga borasanmi? Baqirmasdan shug'ullansang bo'ldi. Bola o'g'anib ketmasin. Saturn do'stim, seni sog'indim. Shu yerdaman-ku do'stim. Aktazon liga. Baqirma dedim, baqirma. Ya Tohirjon, yaxshimisiz? Endi foto, endi fama shikishki baba. Ya so'rashib qo'yaylik. So'rash $100. Ya siz ham kuchayib ketdingiz Tohirjon. Oldingizga yaqinlashib bo'lmaydigan bo'lib ketibdi. Mahallada nima muammo, nima kamchilik? Nozimjon. Keling rais bu. Ya, nima bo'ldi? Qiz u Toshkentdami? Ayyo, batallarga zelga surkashdan o'ynaydi. Yutib qo'ydim-da. Mayli rais bu, keyin gaplashamiz. Ishdan yurishdan o'ynatuvdi-da. Ishdan yirtishdan? Ya mahallaga nima bo'lyapti o'zi? Mahallani obodonchiligiga qarashimiz kerak. Kuchuymi? Aka. Bachar! Voy Bachar! Bachar! Olay mahallada it ko'payib ketdi. Jam, qarag'on. Salaydan ikki chekimni olib chiqay, mahallani aylanib chiqay. Shu kunlarda rais buva mukaffiyat sollo. O'ldi. Buyini Amerikan masjidi bilan jag'ingga solaydi. Qo'qtivording, nima bo'lyapti o'zi mahallaga? Bo'lajak turmush o'rtog'ingiz oyiga qancha daromad qilish kerak? $20,000 topishlari kerak, $18,000 menga rasxod qilishlari kerak. Oyiga $20,000. Siz Jennifer Lopez'sizda, to'g'rimi? Ha? William Shakespeare'ning qizimi, Mark Twain'ning ammasimi? Anetta dadang senlarni baqaman deb 3 million oylikqa jigari ezilib yotibdi. To'g'ri qol. Jonim, men ham o'zgardim, o'zgasiga ketmadim. Aprasheniya. Mahallaga nima bo'lyapti? Urushmang. Barsa zo'r, Real zo'r deb urushasanlar. Internetda ham shu ahvol. O'sha Barsadagi Yamal ikkita non olib kirdimi uyingga? Yo'q. Seni tanimaydi hamda. Mbappe 2 kilo go'sht olib kirdimi bolalaringizga yediring deb? Yo'q. 5-2 yo'qol. Fiskal Barsa, fiskal Kataloniya. Aslijon. Nima o'g'lingizni uylantirmayapsiz? 35 ga kirdi. Tishlikmi? O'zidan so'ray. Nima Aguero'ga o'sha karlab qo'yadingmi? Doktor-puxturga bordingmi? Uyalaman de rais buva. Uyalasa, ertaga polni uyalib yurishingga to'g'ri keladi. Yuringlar bu yoqqa. Ko'ryapsanmi, atalar O'zbekistondagi nomer 1 urolog. Farzand ko'ra olmayotgan erkaklarni operatsiya qilib, farzand ko'rishiga sababchi bo'layotgan urologlardan bittasi shu bo'ladi. Urologiya bo'yicha nima muammo bo'ladigan bo'lsa, mana shu odamlarga murojaat qilinaveradi. Doktor mo'balani bitta ko'rib qo'ying, Fitlionga kirgan, hali ham uylanmagan. Aka o'g'liz tekshiruvlardan o'tdi. Hamma yo'g'i soppa sog'lom. Qo'yag'imga uylanmayapsan bo'lmasa. Soling qo'shni. Soling. Bizni ovora qildimi? Endi mana aqib yuradigan qilib soling. Qo'rqitordi dada. Bu Shahlo Ahmedovaning qo'shiqlari shunaqa hitmi deyman-da. Kelib chiqsa yotib olishadi, bu yoshlar. Men mahallani aylanib kelay. Gapiramiz, lekin afsusdeni qilmaymiz. Yo'q, afsusdeni qilmasa bo'lmaydimi? Alloh sizlarni iqliminglar o'zgarib ketibdi-yu. Ana testosteron bilan qonuniy ajrashdinglarmi deyman-da. Hozir ambulatoriyaga admin qilib, yo'qol ko'zingga olaymi o'lgurlar. Yaxshi ham ikkinchi jahon urushida qatnashganlar senlar ko'rmadi. Otishtaja, hayvonlar! Otalari Amir Tarag'ay, onalari Takina Xotun. Voy, malades, kitob o'qiydigan yoshlar ham bor ekan-a? Bilasizmi, rais buva? Amir Temur Xitoyga yurish boshlayotgan paytida vafot etgan ekan. Ya, otangizga rahmat. Borib aytib qo'yasiz-a? Xo'p bo'ladi. Yaxshi o'qing. Xo'p. Ko'z tegmasin, mahallamiz juda chiroyli. Bir ikkita darmetlar hisobga olmaganda. Jiddiy yotib dam olib. Rais buva, mash sassi kurpan tagidan turdi-ani, hazra harakatga keng. Ichish-pichish, chakish-pakish, g'iybat yig'ishtiring, qizlar yig'ishtiring, oroq-paroq yig'ishtiring. Ertadan boshlab o'zingizga mahkam bo'lib tirnoqani bosing. Shu mahalladan deport beringlar, men chiqib ketay. Yashamaylik ekanda. Mahallani obodonchiligiga qarash. Ayya, menga qo'yag'im. Assalomu alaykum rais bu. Ona aytib qo'y, 2006lar. Sumalak qilishyapsanlar ekan, o'tib qatorda meni teraklarimni kesishadigan bo'lsang, Pilampeyadan sakrab uraman. Bo'ldi, xo'p bo'ladi rais bu. Ole, mahkam jo'ra.
Nima deysan? Ya Indirjit, futbolni qayerda ko'ramiz? Qanaqa futbol? Bugun O'zbekiston o'ynaydi. Senda bir vatan shukuhi bormi? Bir vatanni his qiladigan qalbing bormi? Yoki bedapayami qalbing? Bu his qilish kerak-ku. Adoyim bo'lganmiz seni O'zbekiston deganda bunday jullaring tikka bo'ladimi? Bir his qilasanmi O'zbekistonni, o'yinini ko'rasanmi? Ha? Men sen bilanchi Abduqodir to'yidachi Xo'lnutga nos chektirmoqchi edim. Endi ko'rasan sen. Sendaqa mahallada haydab boraman. Qanaqa futbol? Qizim boshlandi-yu. Hurmatli hamqishloqlar, og'izocharga uqalanmasdan sariq bola pizzadan zakaz qilinglar. 119 mingga Ramazon seti 4 kishi bemalol kirib to'yadigan 1 2 3 Hala Madrid deb nomlangan pizzalar, ichida 2 ta suvimiz hamda 2 ta xurmoyimiz hamda 1,5 litrlik kolamiz bor. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bugun futbol bu mahalladagilarga aytdim men, kishi boshiga pul yig'aylik, Magicda oldi turib, Open byudjetga ovoz berib, mahallani asfalt qilaylik dedim. Nima dedi? O'zimiz ovoz beramiz, o'zimiz ovoz. Qo'y yag'ma ovozini ham yiqqan yo'q. Yashamaylik ekanda.